Erkakni ziynat qayerda? Ko'zidami, qoshidami, bo'yidami, kiyimidami desa, Ahnaf ibn Qays degan odamni tarixda ulamolar misol qilishadi. Erkakka eng zarur narsalar, ummatu jamoat, o'shani eslab qoladi. Erkak kishi tilanchi bo'lmaydi, birov qo'liga qaramaydi, birov cho'ntagidan umid qilmaydi. Boydi yaniga borib sinib ketmaydi. Riston berar ekan deb mahluqotlar darajasiga tushib ketmaydi. Aytini aytmaylik qanaqa mahluqlik. Erkak kishi g'inan nafs bo'ladi. Behojat bo'lish kerak. So'rasang Xudodan so'ra degan. Ida sa'alta fas'alillah. Seni so'rayotgan narsang bo'lsa, fas'alillah. Allohdan so'ra. Va ida ista'anta ista'in billah. Sana yordam kerak bo'lsa, Allohdan yordam so'ra deydi. Kimlardir eshigin tagida turadi. Boyligi yo bir narsasi bor odamlar tagida turib, shu meni yaxshi ko'rib qolarmikin? Shu menga bir narsa berarmikin? Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam behojat odam tilamchilik qilsa qiyomat kunida yuzi go'shtsiz keladi dedilar. Har so'raganda go'sht to'kilganidan suyak bilan boradi dedilar. Sifatur rijalul ahrar deydi. Hur erkakning sifati, erkak och qoladi, erkak tilamchilik qilmaydi.